Bani Nazir g'aziti. Yahudiylarga berilgan qaqshatquch zarba. Oldingi boblarda biz Yahudiylar islom dinining Madina tuprog'iga yildiz tortganligiga va muhojir musulmonlarning bu yerda yerlashib qolganligiga qattiq ochiq saqlayotdi va asad o'tida pushlanayotdi degan edik. Ammo ular musulmonlarga shuncha o'ch bo'lsa-mu, lekin ularda musulmonlar bilan qarshilashqudek yurak va jasoratning yo'qligi ularning faqat yerning tegidan is qo'yib, suiqasdchilik, aldamchilik va ig'vogarchilikni o'qishda oladiganligi uchun musulmonlar bilan tuzilgan kelishim va ahd paymonlarga oshkora xiloflik qilishga jur'at qila olmay, ostiritdan ziyon selish va suiqasd planlash uchun har xil hiyla nayranglarni o'ynatib, fursat topsalar dillardagi yoshirin adovat zaharlarini chechishga urinatdi va bu orqali ko'nglini taskin topqizdi. Bo'libmi ular Banu Qaynuqa vaqasidan keyin va ularning o't qo'yruq kativishi Ka'b ibn Ashrafning yoshirin o'ltirilganligidan keyin o'z xo'rig'i jimiqib, singan dinini yeb tinchlik yo'lini tutgan edi. Lekin Uhud urushi vaqasidan keyin ular birdilla xo'riki o'sib, ochiqdan ochiq musulmonlar bilan o'chakishga boshladi. Munofiqlar va Makkalik mushriklar bilan maxfiy aloqalashib, eg'iz burun yarashdi. Musulmonlarga qarta aksiyatchil harakatlarni tizlatdi. Rasululloh ularning bu qilmishlariga qarta qattiq o'zini tutib olib, sabr qilish pozitsiyasini tutgan bo'lsa-mu, lekin ular Raji va Be'r Manua fojialaridan keyin texmo azvaylab, yuraklarini qaptaq qilib maydonga chiqdi. Oxiri o'z putiga o'zlari palsilib, Rasulullohni qasdlab o'ltirish suiqasdini planladi. Uning tafsiloti mundaq bo'ldi. Heliqi Banu Kilab qabilasidan o'ltirib etilgan 2 kishining to'limi uchun Rasululloh bir qancha sahabasi bilan Banu Nazir qabilasiga ion to'plashga chiqdi. Bu to'lam musulmonlar bilan Yahudiylar o'rtasida tuzilgan kelishimning ruhi bo'yicha ularga yuklanadi. Ularga bu haqda gap qildi. Ular birdak "Bo'ladi ey Abul Qosim, biz sen degandek qilamiz. Sen mushu yerda o'ltirib turgin. Biz berib yetarlik mablag' yig'ib kelayli" deyishdi. Shuning bilan Rasululloh ularning kelishini kutib, bir Yahudining temining tuvida o'ltirdi. Rasululloh bilan Abu Bakr, Umar, Ali va ulardan boshqa bir turkum sahobiylar birga chiqqan edi. Ularmo Rasulullohning qashig'iga berib o'ltirishdi. Yahudiylar Rasulullohning yenidan ayrilib o'zaro fikrlashdi. Qisqasi, shayton ularning peshonasiga putilgan shaqovatli qismatni lazzatli ko'rsatdichig'i, oxiri ular Rasulullohni qaslab o'ldirish suiqasdini planlashdi. Ular o'zaro fikrlashib, qaysinglar bu toshni elib, o'g'ziga chiqib, uning beshiga tashlab, uning bo'ynini sundirdi, deyishgan edi. Ularning eng shaqiy badbaxti bo'lgan Amri ibn Jahhosh "Man qilay" deb o'tirg'i chiqdi. Bu chaqda ularga Salom ibn Mushkam, ya'ni Yahudiylarning biri bo'lib, "Unda qilmayli, Alloh bilan qasam, bu ish hamon pash bo'lib qoladi. Uning ustiga bu qilganimiz Muhammad bilan o'tirib tuzilgan kelishimni buzganlik" degan edi. Ular Salom ibn Mushkamning nasihatiga quloq solmay, o'zlarining razil maqsadlariga yetmoqchi bo'lishdi. Lekin o'ylamagan yerdan ish pash bo'lib qoldi. Jibril alayhissalom Allohning dargohidan vahiy ilib kelib, Rasulullohga ularning suiqasdini uqtirib qo'ydi. Shuning bilan Rasululloh o'rnidan dast turib, hech nimaga qaramay Madina tarafga yurib ketdi. Sahobiylar uning keynidan yetib, "Ey Rasululloh, sen bu yerga kelib bo'libsan. Biz sening o'rningdan turganingni to'ymay qopdik" degan edi. Rasululloh ularga Yahudiylarning suiqasd planlarini aytdi. Rasululloh shu amon ularga Muhammad ibn Maslamani avatib, "Bani Nazir Yahudiylari 10 kun ichida Madinadan chiqib ketsin. Senlarning bu joyda o'ltiraqlashinglarga qat'iy yo'l qo'yilmaydi. 10 kundan keyin uchirtilganlarning kallasi elinadi" deb ultimatum topshirdi. Yahudiylarmo chiqib ketmakdan boshqa amal topolmay, bir necha kun ko'chish tayyorligini qilib turganda, munofiqlarning katibishi Abdullah ibn Ubay ularga odam avatib, "Ching turinglar, sizlar cho'qim qo'llashga erishsizlar. Yurt makonlaringlardan chiqib ketmanglar. Mening qo'l ostimda 2000 yigitim bor. Ular sizlar bilan qo'rg'onga tankirib, hayot mamatda billa bo'ladi. Sizlar yurtinglarni chiqarib tashlansanglar, bizmo birga chiqib ketamiz. Sizlarning ziyninglarga, boshqalarga itoat qilmaymiz. Sizlarga urush echilsa, cho'qim yordam beramiz. Banu Qurayza va ittifoqlashtirgan G'attal qabilasi va badaviylar sizlarni qo'llaydi" deb ularga yel berib qo'ydi. Buni anglab Yahudiylarning ishonchi eshib, allaqachon sungan irodasiga jon kirib qoldi. Buning bilan ular jon tikib elishish qaroriga kelishdi. Yahudiylarning boshlig'i Huyay ibn Axtab Abdullah ibn Ubayning qudratquligiga ishinib ketib, Rasulullohga ochiqdan ochiq, "Biz yurt makonlarimizni sana tashlab chiqib ketmaymiz. Qo'lingdan kelganini qil.
biz tayyor, deb xabar kirgizdi. Shak shubhisizki, hozirgi vaziyat musulmonlarga nisbatan to'liq jiddiy ham xavfli edi. Chunki ularga o'z tarixidagi bundoq har tarafdan xavf-xatarning sesiqida purab kelayotgan jiddiy paytda o'z raqiblari bilan tutishib qelishi yaxshi oqibat keltirmaydigandek qiladi. Chunki butun arablar bir tom bo'lib musulmonlarga qarshi turayotganligi va ularning da'vat fidoyilarini qasdlab o'ldirganligi hammaga ayon edi. Uning ustiga Bani Nazir yahudiylari harbiy kuch jihatdan xeli kuchli bo'lib, ularni taslim qilish ehtimoldan xeli yiroq edi. Qisqasi, ularga urush o'ti echish nurg'un ovarchiliklarni keltirdi. Lekin Bi'r Ma'nua fojiasi va uning oldikayinda yuz bergan kollektiv va shaxslarga qartilgan terrorlik va qasdlab o'ldirish hodislari musulmonlarning bu jinoiy qilmishlariga qarta qarab tursa bo'lmaydiganligini uqtirgan edi. Qisqasi, hozirgi vaziyat jinoyatchi unsurlardan intiqom olishning zarurligini jiddiy talab qilyotdi. Shunga musulmonlar oqibatning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar Bani Nazir yahudiylari Rasulullohni qasdlab o'ldirishni planlagan ekan, ular bilan tig'mi-tig' elishib, o'z payg'ambariga suiqasd qilish niyatida bo'lganlarning adab jazosini berish qaroriga keldi. Rasululloh Huyay ibn Axtabning javobini anglab, "Allohu akbar" dedi. Musulmonlarmi "Allohu akbar" deb to'lashdi. Ondan ular bilan naq maydonda elishib, oshkor bir taraf bo'lish uchun otlandi va o'z o'rnida Madinada Abdullah ibn Ummu Maktumni qoldirdi. Alamni Ali ibn Abu Talib tutqizdi. Ondan yo'lga chiqib, Bani Nazir mahallasiga yetib beribla, ularni muhosiraga elibdi. Bani Nazir yahudiylari oshkora elishishdan qo'rqib, qal'a va qo'rg'onlarga chiqib elib, musulmonlarga o'q va toshlarni etib, qarshilik ko'rsatishga boshladi. Qal'a atrofiga joylashgan xurmozorlik va uzumzorliklar ularning qarshilik ko'rsatishiga qulaylik sharoit yaratib bergan bo'lg'achqa, Rasululloh bu xurma uzum tallarini kesib tashlashga buyurdi. Allah bu haqda tövəndiki oyatni nozil qildi. Ey musulmonlar, sizlar mayli Bani Nazirning xurmalarini kesinglar, mayli uni burunqi peti o'ri qoldiringlar, hammasiga Alloh ruxsat qiladi. Allohning ruxsat qilishi Allohning itoatidan chiqqanlarni, ya'ni yahudiylarni rasvo qilish uchundir. Qur'oni Karim sura Hashr 5-oyat. Bani Nazir yahudiylarining beshiga kun tushganda, Bani Qurayza yahudiylarimi o'zini chetga oldi. Munofiq, xoin Abdullah ibn Ubaymo va G'atfonlik ittifoqdoshlarimi va'dasiga amal qilmadi. Qisqasi, hech kishi ularga yaxshilik qilish yoki yomonlikdan mudofaa qilishga petin olmadi. Shunga Alloh ularning ahvolini shayton bilan ozg'un insonning ahvoliga o'xshatib mundoq dedi. Ular shaytonga o'xshaydi. O'z vaqtida shayton insonga kofir bo'lgan dedi. Inson kofir bo'lgan chaqda shayton men sendan ado judaman. Men haqiqatan olamlarning parvardigori Allohdan qo'rqaman dedi. Qur'oni Karim sura Hashr 16-oyat. Muhosira uzunga so'zilmayla Alloh ularning dillariga qo'rqinch tashlagan chig'i, ular o'zichilar bo'shishib, qurol tashlab taslim bo'lishga tayyor bo'ldi. Va Rasulullohga elchi avatib, "Biz Madinadan ko'chib ketamiz. Urushni to'xtatsang" dedi. Shuning bilan Rasululloh ularga o'zini va xotin bola chaqalarini to'giga qochilg'ini bo'lgan narsa keraklarini elib chiqib ketish sharti bilan Sepil darvosini bo'shtig'anligini aytdi. Ular Rasulullohning shartiga ko'nib qal'adan tushdi va keshak va dariz jihozlarini elib chiqib ketmak uchun o'zlarining uylarini o'z qo'li bilan yiqitib buzishga boshladi. Hatto ba'zilari uylarining sinji balolargacha ko'tarishdi. Ondan xotin bola chaqalarini ko'tarib 600 tugiga narsa keraklarni ortib Madinadan chiqib ketdi. Ularning ko'p qismi bo'libmi Huyay ibn Axtab va Salam ibn Mishkam qatorliq katiboshlari Xaybarga ko'chdi. Bir bo'liklari Sham, ya'ni hozirgi Suriyaga qarab yo'l oldi. Ulardan faqat 2 kishi musulmon bo'lgan bo'lib, mollarini o'z joyida saqlab qoldi. U 2 kishi Yamin ibn Amri va Abu Sa'ad ibn Wahab edi. Payg'ambar alayhissalom Bani Nazir yahudiylarining barliq qurol-yaroqlarini yig'ib oldi va mol-mulk, uy imoratlarini o'tkazib oldi. Natijada harbiy aslaha qatorida 50 dona savut, 50 dona mis qalpig'i va 340 dona nayza qilish qo'lga tushdi. Bani Nazir yahudiylaridan tortilgan mollar, yer zamin, uy imoratlarining hammasi maxsus Rasulullohning boshqarishida bo'ldi. Rasululloh uni o'zi xolab ixtiyoriy holda tasarruf qilsa bo'ladi. U mollardan 5dan birini ayirish ketmadi. Chunki Alloh taolo u mollarni Rasulullohga mehnatsiz ato qilgan edi.
Onunğa musulmonlarning ot chaptirish va nayza so'qishtirish hojat bo'lmadi. Shunga Rasululloh u mollarni Madinaga eng burun ko'chib kelgan muhojirlarga maxsus bo'lib berdi. Faqat ansorlardan ikkili kishi Abu Dujana va Sahl ibn Hunayfiylarning alohida qiyinchiligi bo'lg'achqa bularga berdi. Payg'ambar alayhissalom Bani Nazir mollarining yillik mahsulot kirimidan o'z oilasi uchun 1 yil yetgudak miqdori ayirib olgandan keyin qolgan qismini Alloh yo'lida jihad tayyorligi uchun qurol-yaroq va ot-uloq chiqimiga ishlatdi. Bani Nazir g'azoti Hijriyaning 4-yili Rabiul Avvalda, milodiya 626-yili avgustda elib berildi. Allah bu g'azot haqida sura Hashrni boshdan oxiri nozil qildi. Bu surada Yahudilarning Madinadan qo'g'lab chiqarilganlik voqeasi nihoyat jonliq tasvirlandi. Munofiqlarning abdi bashirsini echib tashlab, ularni rasvoy jahon qildi. G'animat va o'ljilarni boshqarish tizimini o'rnatdi. Muhojirlar va ansorlarning jasorat va shijoatiga apirin o'qidi. Hamda urush taktikasi uchun dushman zaminida o't qo'yish va kesib tashlash qatorliq unumli tadbirlarning qo'llanishining yo'lliq ekanligini e'lon qilib, bunda qilishning zaminni fasodchilik qilishga yetmaydiganligini uqtirdi. Oxirida mu'min musulmonlarga taqvodorlikni lozim tutish va oxirat uchun yaxshi tayyorlik qilishni tavsiya qilgandan keyin Alloh so'zini o'ziga madhiya o'qish va go'zal ism sifatlarini bayon qilish bilan oxirlashtirdi. Shunga Ibn Abbas radhiyallohu anhu sura Hashrni sura Bani Nazir deb ataydi. Najdi g'azoti. Musulmonlarning bu qitimqi Bani Nazir g'azotida ortiqcha badal to'lamayla qo'lga keltirgan g'albisi orqali ularning Madina va uning atrofidagi siyosiy o'rni qayta tiklandi. Munofiqlar oshkor gap yo'rg'ilitish va ig'vogarchilik jinoiy harakatlardan vaqtincha to'xtadi. Uhud urushidan keyin musulmonlarga qarshi harakatda bo'lgan, hatto islom davlati fidoyilariga razil vositalarni qo'llanib, ularni vahshiylarcha qaslab o'ltirgan, balki taxi yurkini qaptaq qilib Madinaga hujum qilish ham xiyolida bo'lgan ashu badaviy qaroqchi arab o'g'rilarining adabini berish fursati amdi pishib yetilgan edi. Rasululloh ashu qora yuz aldamchilarning adabini berishga otlanish oldida turganda, G'atfan qabilasining Bani Muharib va Bani Su'laba aymoqlaridan bir to'p qaroqchi badaviylar to'planib Madinaga hujum qilish ko'yni bo'layotganlik xabari anglandi. Shunga Rasululloh darhol harakatlanib, bu qora qo'rsoq to'mpay sahroliklarning yo'lsiz qilmishlarining qayta takrorlanmasligi uchun Najdi sahrosini arlab ot choptirib, tozalash elib berib, ularning diliga qo'rqinish urug'ini terib qo'yib kelmoqchi bo'ldi. Tağda yolvas bo'lmasa maymun podshoh degandek qaroqchilik va bulonchilik kasbiga odatlanib ketgan bu yavoyilar musulmonlarning otlarining kishnigan ovozini anglabla qo'rqib yuragi qipidan chiqdi. Tog' qirlari va ekinzorliklarga mukinib panohlanib oldi. Bu orqali musulmonlar Madinaga parokanchilik silish ehtimoli bo'lgan ashu qabilalarga tanbih berdi va ularning his tuyg'ulariga vahima xurishlarni aralashtirib, aksiyachilikning yomon oqibatidan ogohlantirish signali bergandan keyin aman esan Madinaga qaytib keldi. Tarjimahol va tarixshunos musulmonlarning Hijriyaning 4-yili Rabiul Sani yoki Jumadul Avvalda mushu maqsadda Najd tarafda ilib borgan yana bir g'azotni tilga oladi va bu g'azotni Zatur Riqa g'azoti deb atashadi. Durust, mushu mezgilda ma'lum bir g'azotning ilib berilganligi aniq. Buningda shak shubha yo'q. Buni Madinadan shu vaqtdagi siyosiy vaziyatda haqiqatan taqozo qiladi. Chunki Rasululloh Uhud urushi oxirlashganda Abu Sufyan bilan Badrda uchrashishga va'dalashgan vaqt yaqinlab qolgan edi. Bundaq ahvolda Madina atrof rayonidagi badaviy qaroqchilarni xo'riki o'sik, parokanchilik silish ehtimolligi ig'ir holatda qo'yib o'tib, Madinani odamsiz tashlab qo'yib, mushundaq cho'ng urushga chiqib ketish urush davri harbiy strategiyasiga qat'iy uyg'un kelmaydi. Balki texi Badr sahnasida ilgirki har qanday chog'dagidan texmi zo'r, texmi dahshat urush bo'lish ehtimoli bo'lgan bundaq cho'ng harbiy yurishga otlanish oldida ularning hayvisini yerga urib, vaziyatni muqimlashtirish intayin zarur edi albatta. Ammo Rasululloh Hijriyaning 4-yili Rabiul Sani yoki Jumadul Avvalda qo'zg'algan g'azotning Zatur Riqa g'azoti bo'lishi notayin. Chunki Zatur Riqa g'azotiga Abu Hurayra va Abu Musa Ash'ariylar qatnashgan. Vaholanki Abu Hurayra Xaybar g'azotidan bir qancha kun ilgari musulmon bo'lgan. Shuningdek Abu Musa Ash'ariymo Rasululloh bilan tunji qatim Xaybarda uchrashgan. Undaqda Zatur Riqa g'azoti Xaybar g'azotidan keyin elib berilgan bo'ladi va yana Zatur Riqa g'azotini Hijriyaning 4-yildan keyin elib berilganligiga birdan-bir dalil Rasululloh bu g'azotda namozni Salatul Xavf harbiy holat namozi tariqasida o'qigan.
Halbuki namozni Salatul Xavf tariqasida o'qish tunji bo'lib, Osman g'azotida yo'lga qo'yilgan. Osman g'azoti Xandaq g'azotidan keyin elib berilgan. Hammaga ma'lumki, Xandaq g'azoti Hijriyaning 5-yili yil oxirida bo'lgan. Ikkinchi qatimliq Badr g'azoti. Musulmonlar atrofdagi qaroqchi va bulongchi badaviy banditlarning hayvisini yerga urib, ularning parakandizlik selish harakatlarini cheklagandan keyin cho'ng dushmani bilan bo'lgan urushga tayyorlik qilishga kirishib ketdi. Yangi yil kirib, Quraysh taraf bilan oldingi yili Uhud g'azotida bitishgan muddat kun sayin yaqinlab kelgan edi. Bu chaqda Rasululloh va sahobalar uchun aytganda, kelishimga asosan Abu Sufyanning oldiga chiqib, urush chaqmaqini qayta yondirib, ikki tarafdan yo'li eng to'g'ri, hayot sahnasida baqiy turishga eng loyiq birisiga rahbarlik huquqi o'tganga qadar bir izda qanoatlanib to'xtab qolmaslik to'liq haqliq bo'lib qolgan edi. Shunga Rasululloh Hijriyaning 4-yili Sha'bon oyida o'zining va'dasiga asosan 1500 kishilik qo'shin bilan Badrga qarab yo'l oldi. Qo'shinda faqat 10 dona otliq bor edi. Alamni Ali ibn Abu Talib ko'tardi va o'z o'rnida Madinada Abdullah ibn Ravahani qoldirdi. Rasululloh qo'shinni boshlab Badrga yetib berib, mushriklarning yetib kelishini kutib saqlab turdi. Ammo Abu Sufyan Makka mushriklaridan 2000 askarni agashtirib, Makkadan bir kunlik yiroqlikdagi Marra Zahronda Majinna deb atiladigan bir suv bo'yiga tushdi. Abu Sufyan Makkadan yo'lga chiqqandan beri musulmonlar bilan urushsaq oqibat qandoq bo'lar degan haqda o'ylanib, go'yo jazo maydoniga yolab elib ketilayotgan asirdak uning tenini qo'rqinish besib, bir xilla vahima bilan jo'g'ildab titraydi. U Marra Zahronga tushgandan keyin texmi sur besib, kayfiyati yomonlashdi va irodasi bo'shab, bir amal qilib qaytishning chorasini izladi. Shunga u odamlarga: "Ey Quraysh jamoasi, urush deganni ma'murchilik va mo'lchilik yillarda qiladigan ish edi. U chaqda ot tugilarni yoyilitib, sut qaymoqlarni ichib, ruhliq jang qilg'ili bo'ladi. Bu yil biz bilan qirishqandak qahatchilik, qurg'oqchilik yil bo'lib qoldi. Men mushu yerdan qaytsaqmikin deyman", dedi. Ahvoldan qaraganda qo'shin a'zolarini qo'rqinch va vahima asir qilib bo'lgandek qiladi. Chunki Abu Sufyanning heliq nutqi barliq mushriklarga go'yo qeri kaliga pichoq xo'shaqqandek yiqib ketdi. Ular Abu Sufyanning ashu fikri bilan qaytib menishdi. Hech qanday qarshi sada yoki urushish qizg'inligi o'tirg'i qo'yilmadi. Ammo musulmonlar taraf Badrda 8 kun turib, dushmanning yetib kelishini kutdi. Shu jarayonda tijorat uchun birga elib olgan mollarini setib, ko'p foyda oldi. Ular 1 dirhamlik molni oz bo'lganda 2 dirhamga sotgan edi. Ondan Madinaga qaytdi. Ular bu qitimqi harakat orqali ahvol sezilgan amon harakatga o'tish, bosh ko'targan amon mush etishdek siyosiy ustunlikni qo'lga keltirib oldi. Kishilar qalbidagi sha'nu shavkati mazmut bekitildi va vaziyatni kontrol qilishda mudofaa turishdan muasirga o'tish darajasiga taraqqiy qildi. Bu g'azot tarixda Badr kelishimi g'azoti yoki ikkinchi qatimliq Badr g'azoti va Badr kichik g'azoti degan nomlar bilan ataldi. Tumatul Jandal g'azoti. Rasululloh Badrdan qaytib keldi. Bu chaqda Madina va uning atrofidagi rayonlarda tinchlik, muqimlik umumlashib, yaxshi bir ijtimoiy kayfiyat borliqqa kelgan edi. Butun tavallik xotirjam edi. Buning bilan Rasulullohga Arab zamini chegarasining eng yiroq chet joylarigacha qo'shin tortib berib, musulmonlarning vaziyatini texmi yaxshi kontrol qilib, islom davlati uchun yaxshi muhit barpo qilish va buni yiroq yaqin do'st dushmanlarning hammasiga uqtirib qo'yishga obdan bir fursat yaratildi. U Badrdan qaytib kelib, Madinada 6 oy turgandan keyin Dumatul Jandal atrofidagi qabilalar yo'lni to'sib, o'tgan kashkanlarni bulab talab, yo'lovchilarga jabr zulm sapti va yana Madinaga yurish qilish maqsadida jiddiy kuch to'playotibdi degan xabar olindi. Shuning bilan Rasululloh o'z o'rinda Madinada Siba ibn Arfatatul G'iffarini qoldirib, Hijriyaning 5-yili Rabiul Avvalning 25-kuni musulmonlardan 1000 kishi bilan yo'lga chiqdi va Bani Uzra qabilasidan mazkur ismli bir kishini yo'l boshlig'ichilikka elib oldi. Qo'shin dushmanga tuyuqsiz zarb berish uchun kunduzi yoshirinib, kechasi yo'l yurib minib, hatto bir chaqda ularning tavallikiga yaqinlab berdi, ulardan hech kishi uchirmadi. Shunga Rasululloh ularning chorva mollariga va qo'ychi padillariga hujum qildi. Ularning ba'zisi qo'lga tushdi. Ba'zisi qochib ketdi. Ammo Dumatul Jandal aholisi musulmonlarning kelganini anglab, taraf-tarafga tikib etdi. Musulmonlar ularning manziliga yetib borganda, ularning qarsini ko'rmadi.
Payg'ambar alayhissalom u yerda bir qancha kun turib, taraf-tarafga chorlag'uvchilarni avatib va orqama-orqa qo'shin chiqarib, oqtirib ko'rgan bo'lsa-mu, birmi odam uchirtilmadi. Shuning bilan u Madinaga qaytdi. Qaytish safarida Ubayna ibn Hisni bilan munosabatli kelishimlarni imzolashdi. Dumatul Jandal Sham tavallikidagi chegara bo'yiga joylashgan bo'lib, bu yer bilan Damashq orliqi 15 kunlik musofa edi. Madina bilan bo'lgan orliqimi o'xshashla 15 kunlik musofa keladi. Rasululloh mana mushundoq tez ham jiddiy harbiy yurishlarni qo'zg'ash va mushundoq dono ham puxta tadbirlarni qo'llanish orqali rayon tavallikining tinch, muqim bo'lishini, vaziyatni kontrol qilib, davr chaqini musulmonlarning manfaatiga uyg'un aylanishni hamda mushu bir yil mobaynida musulmonlarni orqa-orqadan talafotga uchirtib, har tarafdan iskanchiga elib olgan ichki, tashqi qiyinchiliklarni zo'r darajada yengiltishdak natija va muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Masalan, alayli ayni vaqtda tipirlab qolgan munofiqlar amdilikda birdilla ho'rig'i jimiqib, yuvashlashib qoldi. Yahudiylarning bir qabilasini, ya'ni Bani Nazirni surgun qilish ishi muvaffaqiyatli tamomlanib, yana birisi qo'shindorchilik haqqiga va munosabatli kelishim va ahd paymonlarga vafo qilganliklarini bildirishib, o'ptalli qoldi. Qaroqchi bulongchi badaviylarmo tinchidi. Hatto eng cho'ng dushman Quraysh doirlarimo musulmonlarga hujum qilishdan yoltaydi. Demak, musulmonlarga da'vati islomiyani qanot yoydirish va butun olamlarning parvardigorining elchiligini o'z loyiqida yetkazish uchun muvofiq shart-sharoit hozirlandi. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh ushbu yo'lda